Okay, let's go. Hammasi bo'ldim va CapCut'dan montajda hali bir 50% ham bo'lgani yo'q render. Hop, soat nima 8 bo'pti. Kecha ijtimoiy chaqiruvda soat 8:20 ga. Turishdan o'tdi bolalar. Tezroq kopdan oladigan bo'lsam. Salom ishtilmay kelding. Короче, sana ishlar chaqiryapti. Hozir ketaman, bor qilibdan. Okay, hozir ham kaptani olaman va hammaga assalomu alaykum bolalar. Sosha Felix yangi videomizga xush kelibsizlar. Qarashdi, hozir ijtimoiy chaqiruvdi basketbol o'ynashga. Hozir o'shanga ketyapman. Hello, what's up my nigga? Salom Felix, erta kelarding. Muhimi keldim-ku, qara mana koptani olib keldim даже. Da, barakallah. Bunda endi o'ynaymisan mazza qilib, o'z o'ynash bilasanlar. Narta shossana. Nimani o'ynash bilasizlarmi o'zi nima qo'ydasi qanaqa necha metr nima cho'g'dek pashimokagida aytib berchi. Bitta narsa bilamiz, eng muhimini. Mana shu koptoni safga tushirish kerak bo'ldi. Bo'ldimi? Qo'ygan qoidasicha. Qo'ygan qoidasi o'sha короче. Ну, okey, lekin sakrab turib o'ynash kerak mana maytda. Bizani savatcha, hop, bizga ham digital bo'lsa, yomon bo'lmasa, chunki 3 ga yaqinroq 2 ga 1 bo'lib qoladi. O'shanga bitta digital bormi yana? Hop, qidirib ko'raman, lekin bitta ikkita digital chiqib qoladigan bo'lsa, iloji boricha ko'proq bo'lsa yaxshi-da. Endi men ham mazza o'ynaymiz. Mudda shunaqa. Hozir ko'proq tursin, hozir men qo'ygan ishlarni chaqirib keldim. Assalomu alaykum burra katta jitil. Nima xizmat? Tushunmadim, Felix, tanimayapsan mani? Nima tanishim kerak? Siz bilan biron bir kun uchrashganmizmi? Qo'shning bankisana. Qo'shnim yo'q, mana bitta qo'shnim bor, bo'ldi. U ham mana aytib turibdi. Siz kimsiz? Qo'shning banki tanimayapsanmi, Felix? Stopishda san taniyapsanlar o'zlari aytlaring. Tushunmadim, siz kimsiz? Tanimayapmiz rostdan ham. Nahotki men tanimayapsanlar? Axir men 5 yildan beri mana shu yashab kelaman onasi deyapsan. 5 yildan beri bratan. Lekin siz tanimayapman. Birinchi marta ko'rib turibman, lekin birinchi marta ko'rib turibman. Nahotki Felix, nahotki tanimayotgan bo'lsalaring? Tushunmadim, bratan, normal gaplashavering, no? Tanimayapman rostdan sizni. Общенияsiz bora qolyapman. Nima ishingiz bor yoki bizdan pul olmoqchimisiz? Yo'q, qanaqa pul yana? Qara Felix, eslagin-da. Biz o'tgan shanba kuni piknik qildik. Piknik? Stop, men to'g'ri piknikka chiqdim, lekin men bir o'zim chiqdim-ku, qanday qilib? Qanday eslamoqchi mumkin? Xo'p, qara. Jitirsan esingdami? O'tgan hafta sanikida uborga qilgandek esingdami? Uborga qilgandim, lekin hamma oshtalar chaqirganda bittasi kelgani yo'q edi. Biroz uborga qilgandim. Qanaqa biroz mana bordi bu. Xo'p, qara. Sanjitar eslagin-da. Felix, botan olyapti. Botan yo'qolib turinglar siz. Botan yo'qolib turinglar, eshitdilar. Yo'q, stop. Okey, bo'ldi, gapir. Короче, qara. Ishdan esingdami o'tgan hafta emas, qachonda? 2 hafta oldin biz o'rmonga ketdik-ku, daraxt olib kelgani. Men ketdim o'rmonga, lekin biroz ketdim-ku. Qanchaga eslolmayapti. Yo'q, qarang, bratan. To'g'ri aytishingiz mumkin, eslaringda yo'q deb. Lekin birdaniga 3 ta odam esdi bo'lmasligi, вообще-da тем более siz yangi ko'chib kelgan bo'lsangiz ham mayli, yo'q. 5 yildan beri yashayapman stop. Siz aynan qaysi uyda yashayapsiz bilsam bo'ladimi? Ana orqamdagi uy. Anu uydaman, qani boraylikchi, ko'rsinchi. Qiziq. Bola bu uyda hech kim yashamasdi-yu. Yo'q-yo'q. Bratan, bu uyda hech kim yashamasdi-yu. 5-6 yildan beri yashamayapsanmi? Da, lekin krovat, kompyuter, sandiqlar bor ekan. Lekin qachon keldi bular? Kechagina qaragandim, bitta yo'q edi-yu. Bu omborxona edi вообще-то. Bo'shab qo'ygan ama changib. Men yashayapman 5 yildan beri, nega?
Hop, stop. Qarang, как biz eslolmayapmiz bo'lmasa. Siz yuringda bo'lmasa mer oldiga kiramiz. Chunki mer allaqachon biladilar, bu qishda 10 yildan beri merlik qiladilar va aniq hamma ketgan, kelgan, ko'chib ketgan yigitlarning hammasi miyalar qolib ketgan. Chunki ularni miyalari вообще Frankenstein miyasidan вообще o'tib tushadi. Bas yuringchi, hozir ko'rsatasiz. Aniq agar meri eslarida bo'lsa, demak rostdan yashayotgan bo'ladi mana shu yerda. Lekin eslar bo'lmasa nima qilamiz bolalar? Chunki birdaniga 4 ta chet til даже mani вообще-da yoki aldayaptanmi sani? Nega beklarlar bu yoqqa? Короче, qarang, mer, endi siz bilaman 10 yildan beri mana shu yerda merlik qilasiz. 4 yildan keyin уже siz ketadigan bo'lib turib, Yavaşçana. hop qarang bo'lmasa, mana bu ishni tanib olasizmi? Bu aytyaptiki 5 yildan beri mana shu yerda yashayman deyapti. Lekin seriozli, lekin buni bir ijod ko'rib turibman. Nahotki men nima bilan yoki Hamid chopib hisobmani. Yo, inja sansirlashama merni, lekin chopmay, qanaqa chopishi? San birinchi ko'rib turibman-ku. Ne chopishini yoki mani qishini haydamoqchimisizlar? Men aytavering, lekin xafa bo'lmayman. Qaragin-da, sani birinchi ko'rib turibman. Kimsan sen? Qayerdan kelding? Qachon kelding? 5 yil oldin вообще esimda, kechagina esimda hammasi. Lekin sen вообще esimda yo'qsan. Qaraganda, jitil. Aytishim mumkin, bir bola qilib boshlaringga nima chelak tushib ketib bir narsa bo'lgan deyishlar mumkin. Lekin birdaniga ikkita jitil mer va mani esdan chiqmasa kerak. Mayli, esda qoldim lekin. Bo'lmasa qaraganda, uyingga borib o'tirgindan san. Men esa o'zim maslahatlashib o'ylab olaman. Вообще miyam achib ketdi shon. Okey. Hop, sen ketaverganda. Короче, talon tinchitib keldim. Lekin kak u. Yoki biz aldayaptimi? Yo'q, qanday qilib bizani tariximizni shundoq aytib berdi, xato qilmasdan. Lekin qayerdan biladi u mani piknikka chiqqanimni yoki bizani kuzatib yururmikan? Yo'q, qanday qilib birdaniga uchramizligini bildirmasdan. Lekin bunisi ham bor. Miyam sig'mayapti. Где, как, почему, когда, qanday u bizani biladi yoki hamma qishloqdagi ishlarni xotirasi birdaniga o'chib ketdimikan? Bilmadim, lekin bo'lmasa kecha nima ovqat yeganim esimda. Kecha nima ovqat? Stop, nima kecha nima ovqat yegandim? Felix. Bolalar ichida ham albatta kommentariy yozib qoldiringlar. Kecha nima ovqat yegandinglar? Agar kim esida bo'lsa kommentariy yozib qo'ysin. Hammasi esimda yo'q вообще. Qarach, unut qara. Mana bitta idea bor. Men hozir uni uy oldiga turaman-da, gapini poylab turaman. Qiziq, nimalar derkan, nimalar qilarkan. Lekin yaxshi fikr. Boshchi oldiga birga bo'lib qolar. Jitil bo'lmasa men o'ylab ko'raman. Sen ikkalang kuzatib ko'rish u jitillar. Men esa ketdim. Bola kak axir, men tushunmayapman. Balki bolalar davay menda qishloq arxivi bor edi. Kecha mer tashib bergandilar qishloq arxivini. O'shanda ko'ramiz bolalarda. Qaranglar bolalar, papkanchida hammasi bor. 2015-yildan to 2025-yilgacha hamma ma'lumotlar saqlanib kelgan. Bola, lekin bu yerda unaqa ishlohida ma'lumot menimcha yo'q. Okey, yaxshi. Xo'p, haker, aloqaga chiq. Nima deysan? Xullas, hammasi aytganini qildim. Xo'p, nima bo'ldi? Qarchi, hammasi ishonishdi menimcha. Ishonganing bo'lishdi. Xo'p, lekin sen o'zing bildirib qo'yma. Xo'p, qarchi, hammani ishonchiga kirganidan keyin men qishloqqa birdaniga bostirib kiraman san orqali. Va qishloqni portlatib yuboramiz. Xo'p, bo'lmasa haker. O'zim aloqaga chiqaman. Okey. Yo'q, yaramas. Ishlamam, xarabam bo'ldi. Xo'p, bo'lmasa hozir buni tez Felixga aytishim kerak. Bola qidirib chiqdim, вообще kim chaqiryapti? Felix, bu yoqda gap bor. Hozir ketaman. Nima deysan? Qarchi, qara. Uni poyladim va u kimdir bilan aloqalashdi. Kim bilan? Bilmadim, lekin ismini hacker dedi. Hacker? Yo'q. Xo'p, yana nima dedi? Qarchi, hammasi aytganini qildim. Ular ishonishdi dedi.
Demak, u bizani kuzatib kelgan va u haker bilan til biriktirilgan. Bo'ldi, tushunarli hammasi. Hozir esa mana bitta idea bor. Uni uyga qamab qo'yish kerak. Tinchgina. Bo'ldi, hozir uni tez uyga qamab qo'yamiz. Xo'p, bolalar, hammaga xayr. Sirmasho Felix bo'ldim. Hozir biz politsiyaga telefon qilamiz va yoki adminlar bilan aloqa qilamiz va u ishlar bilan hakerni qo'lga olamiz. Bolalar, sekin astalik bilan yo'q qo'ysak bo'ldi, bolalar. Mana o'yinni yopib qo'yamiz. Bolalar, hammaga xayr, короче. Sirmasho Felix bo'lmoqda. Yopib qo'ymaydi ham kerak, bola bitta. Aytgan bitta yog'och kerak.